Assalomu alaykum va rahmatulloh. Sizlar bilan Ustoz Ahror Alimjon va siz Ustozation School YouTube kanalidasiz. Bugungi videoda biz sizlar bilan musiqa eshitib ingliz tili o'rganish qanchalik samarali, birinma-ketin batafsil ko'rib o'rganib chiqamiz. Mani o'zim 10 yildan beri ingliz tili o'rganayotgan bo'lsam va yaqin 5 yil ichida buni o'rgatib kelayotgan bo'lsam, afsuski musiqa ingliz tili o'rganishda juda ham katta wow deydigan darajada foyda berib yormayotganini o'zimni tajribamdan kelib chiqib ko'rib kelyapman. Biror chet tilini o'rganar ekansiz, siz aynan o'sha chet tilida aytilishi kerak bo'lgan so'zlarga muhtoj bo'lasiz. Ko'proq so'z boyligingizni oshirishingiz kerak bo'ladi. Aynan o'sha o'rgangan so'zlaringizni to'g'ri joyga qo'yib gapirishingiz uchun grammatikasini bilishingiz kerak bo'ladi. Endi xo'p, grammatikasini bildingiz, so'zlarini ham o'rganib oldingiz. Endi tushunarli qilib gapirishimiz kerak. Uni tushunarli qilib o'sha tilda gapiradigan odamga nima demoqchiligingizni tushuntirib berishingizda sizga pronunciation, ya'ni to'g'ri talaffuz qoidalari kerak bo'ladi. Endi keling ko'rib chiqamiz. Qo'shiqlar ingliz tilida eshitayotganimizda bizni vocabulary, ya'ni so'z boyligimizga, grammar, ya'ni grammatikamizga va pronunciation, ya'ni talaffuzimizga qanchalik tarzda foyda bera oladi. Birinchi o'rinda vocabulary, sizni so'z boyligingiz. Siz o'ylaysiz, inglizchada ertalabdan kechgacha qo'shiqlarni eshitib yuribman, maza qilyapman va bundan tashqari ingliz tilidagi ajoyib allambalo so'zlarni ham o'rganyapman deb o'ylaysiz. Lekin afsuski, qo'shiqlarda 90% holatda u qaysi tilda aytilishidan qat'iy nazar mavzusi sevgi, muhabbat, o'ldim, kuydim, voy degan mavzularning orasida cheklanib qoladi va siz o'rganadigan o'sha vocabulary ham ma'lum ma'noda o'sha sevgi, muhabbat temasini atrofida aylanadi xolos. Endi siz u o'rgangan vocabularyni borib turib aptekada ishlata olmaysiz, bozorda ishlata olmaysiz yoki ko'chada, ko'yda, universitetingizda bozorga borib turib, men sevib qoldim, o'lib qoldim, kuyib qoldim, yuragim og'riyapti, ichimda bir kapalak, unaqa so'zlar ishlatilmaydi. Xo'p, mayli, siz doim ham ishlatilmaydigan so'zlarni o'rganib olyapsiz. Uni ishlatmaganingizdan keyin sizga ularni eshitib nima keragi bor degan savol tug'ilmaydimi? Doim ham ishlatilmaydigan so'zlarni o'rganib oldingiz, mayli. Haligi qo'shiq bo'lib aytilishdan oldin she'r ko'rinishda bo'ladi. U she'rni qofiyaga tushirish kerak va keyin ritmga tushirish kerak. Uni farqi yo'q. Haligi joyga ritmga, qofiyaga tushadigan so'zlardan foydalanish kerak. Keyin inglizlarda, umuman olganda g'arbda bizning madaniyatimizga to'g'ri kelmaydigan so'zlardan, biz madaniyatimizga to'g'ri kelmaydigan gaplardan, jumlalardan ham foydalanish ularda ommaviy, oddiylashtirilgan. Xo'p, u yoqda so'kinish so'zlari bor deysizmi, nomaqbul so'zlar bor deysizmi, yomon frazalar bor deysizmi, haligilarni o'zingiz bilmagan holda qo'shiqqa qo'shilib xirgoya qilib yurasiz. Va bu ham albatta sizni aqliy faoliyatingizga, ruhiyatingizga ta'sir qilmay ham qolmaydi. Endi talaffuz mavzusini ko'rib chiqamiz. Xo'p, endi siz aytishingiz mumkin, san aytding, vocab to'g'ri kelmasligi mumkin, faqat sevgi, muhabbatni temasini orasida bo'lishi mumkin, so'kinish so'z bo'lishi mumkin. Xo'p, mayli, men faqatgina talaffuzimni to'g'rilamoqchiman, chiroyli qilib aytish xohlayman, inglizchada American yoki British accent chiqarish xohlayman deyishingiz mumkin. Xo'p, mayli, qarab turing. Qo'shiqlar aytilar ekan, ular doimo British yoki American accentda xuddi o'sha tilda gaplashadigan odamlar aytadigandek gapirilmaydi, u qo'shiq aytilmaydi. U talaffuzga o'zgartirishlar kiritishadi, ma'lum so'zlarni cho'zibroq aytishadi, ma'lum so'zlarni qisqartirib aytadi, ma'lum so'zlarni oxirini yutib yorishadi. Uni yutib yorganini aytayotgan odamni o'zi ham zo'rg'a eshitadi u so'zlarni. Siz bo'lsangiz haligini orqasidan qaytarishga harakat qilasiz. Xo'p, mayli, bitta ikkita qo'shiqni misol qilib keltirishimiz mumkin, lekin ularni misol qilib keltirganimizdan foyda ham bo'lmaydi, chunki uni eshitgan odamni ingliz zo'rg'a tushunadi. Siz qanday qilib uni tushunib va siz uni ustiga talaffuzingizni rivojlantirishni o'ylaysiz? To'g'risini aytib ko'ring-chi. Siz u qo'shiqni rostdan ham talaffuzingizni rivojlantirish uchunmikin yoki bu yoqdagi bir nafsi xohishi uchun eshitib yurganmikinsiz? Endi grammatika. Biz aslida qo'shiq eshityapsizmi? Grammatika o'rganishni asosiy maqsad qilib olmasligimiz kerak. Boshida aytdim, qo'shiq paydo bo'lishi uchun avvalambor u she'r ko'rinishda bo'ladi. Xo'p, siz she'r yozyapsizmi? She'r yozganingizda she'ringiz chiroyli chiqsa bo'ldi, melodic deydi, quloqqa chiroyli eshitiladigan bo'lib, ritmga chiroyli tushadigan bo'lib chiqsa bo'ldi u narsa.
Ha, qo'shiqda bo'ladigan bo'lsa, xuddi o'sha she'r ishlatiladi. She'rda grammatikaga tupurib qo'ygan holda chiroyli chiqish asosiy prioritetga aylanadi. Siz bo'lsa undan grammatika ham o'rgana olmaysiz, to'g'risi. To'g'ri. Ma'lum bir yangi tilni o'rganyapmizmi, u tilni miyamizga, ongimizga singdirishi eng yaxshi samarali yo'li o'sha tilda ko'proq muloqot eshitish. Biz ham hali tug'ilmagan chog'imizda onamizni qornidaligimizda tilni qanday qilib o'rgandik deb o'ylaysiz? Olimlar buni isbotlashganki, biz 3 oylikdan boshlab onamizni va onamiz atrofidagi odamlarni eshitishni boshlaymiz. Ona homiladorligida qaysi tilda gaplashiladigan bo'lsa, uni atrofida tug'iladigan bola ham aynan o'sha tilda tushunadigan bo'lib tushadi. Bu bilan men nima demoqchiman? Biz yangi tilni o'rganyapmizmi? Albatta, o'sha tildagi ko'proq suhbatlarni eshitishimiz kerak. Albatta, qo'shiq emas, uni o'rnini bosadigan alternativi bo'ladi. Siz British English o'rganmoqchimisiz? American English o'rganmoqchimisiz? British English uchun BBC Ideas, American English uchun TED YouTube kanallari bor. Xuddi o'sha YouTube kanallarda ilmiy scientific mavzularda videolar joylab boriladi. Uning ustiga u animatsion ko'rinishda bo'ladi. Umuman yosh tanlamaydi. Yoshmisiz, kattamisiz, albatta qiziqib ko'rgis keladi haligilarni. Hali mani yetdi deysiz, 5 minut, 6 minutlik bitta videoni 10 marta qayta eshitib turib, uni har bir so'zini tahlil qilib, grammatikasini o'rganadigan bo'lsangiz, albatta uni ketidan shadowing ham qiladigan bo'lsangiz, 2 soatlik kinoni ko'rganingizdan 10 baravar sizga foydaliroq bo'ladi. Xo'p, endi siz aytasiz, men qayerdan topaman unaqa videolarni? Men sizga shunchaki unaqa tayyor yig'ib qo'yilgan videolarni emas, balki TED va BBC Ideas videolarni ustida aynan o'shalar uchun qilingan exercise'lariga qo'shib, shadowing maslahatlariga qo'shib, bitta Telegram kanalga yig'ib qo'yganmiz va aynan o'sha bazamizni sizga mutlaqo tekinga berish xohlaymiz deydigan bo'lsam, shunda ham bu taklifimni rad qilasizmi? Albatta, unaqa rad qiladigan odam bo'lmasa kerak, sizga ma'lum bir yo'lni qaysidir ma'noda to'g'ri emasligini, lekin albatta boshqa yo'l ham, muqobil variant ham borligini aytsakda va o'sha muqobil variantni ham sizga bersak. Buni sharti oddiy, shunchaki izohlarda o'zingizga fikringizni yozib qoldiring. Telegram kanalimizning manzilini bo'lsa, biz sizga o'zimiz yuborib beramiz. Hurmatli o'quvchi, til o'rganishdan to'xtamang. Ko'proq kitob o'qing, ingliz tili o'rganing. Ustazation School YouTube kanaliga va uning ustiga bizni Telegramdagi va Instagramdagi sahifalarimizga ham obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Bu videomizga like bosib bizni qo'llab-quvvatlang. Bu chunki ko'proq auditoriya bizni xabarimizdan olishiga juda ham katta hissa qo'shadi. Bizga ajratgan vaqtingiz uchun rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.